Bu arada yangi qurtxonamiz tomi ochiq, hali bitgani yo'q. Mana shu qurtxonani suvog'iga usta haqiga beradigan pulni o'zi 20 milliondan oshib ketadi. O'shaning uchun o'sha u ham suvda qaytarib beriladigan pul u. U yordan pul emas u ham. Shuni ber nomard vaqtida axir. Mana shamol kelib mana bunday bo'yapti mana. Ahvolni qarang. Ana bak shilta bak butiydigan joyda o'zi yo'q. Mana shu yerda butaymiz. Mana loyib ketmasini bu yerga salafan solganmiz. Mana bag'i bo'z tashalgan, bo'zni ustidan salafan qoqilgan. Salafanni ustidan endi vallohi alam. Mana. Hoppa, mana bunaqa material tashalgan mana. Yomg'ir mana tushib to'planyapti mana bunaqa bo'lib mana. Yomg'irlar. Mana ochiq. Parsillatib stepida urish kerak. Buni Zormonda Salafandan ham 125 ming qarz olib kelganman. Pasport Salafan zavodida zalogda yotibdi. Boshqa akkauntdan kirib boshqaryapman bu telefonda. YouTube'ga qo'yish uchun. O'zimning telefonim ichki ishlarda yotibdi hali ham. Olganiga 1 oy bo'lyapti. Ijarada ishlatyaptimi ular bilmayman. Xullas shunaqa gaplar. Hurmatli Shavkat Miromonovich, va amaliy yordam kerak-da, amaliy yordam kerak. Amaliy yordam kerak. Quruq va'dalar kerak emas. Mana odamlar uyiga kartoshka ekyapti, sovzi ekyapti. Ha men shu ipakchilikda orqasidan non topaman. Boshqa qilaman deb kartoshka ekmay, boshqa ekmay mana uyimgacha tut ekkanman. Uyimgacha. Mana o'zimda tut maydonim. Mana yangi pillaxonam. Endi bu oldin ochiqligining sababi havo almashtirish kerak, boshqa qilish kerak. Bir tarafi mana shunday bo'lish kerak buni. Mana o'zimni tut maydonim. Alloh nasib ro'za aylasa, kesgan tutlarimni nishlari urib bo'ldi mana. Xudo xolasa mana. Kesgan tutlarimiz alhamdulillah chiroyli bo'lib mana. Mana shu 3-bahorda ko'rgan tut. 3-bahorda ko'rgan mana shu tut. Ba'zilarini 2tadan ham ekib o'rganmiz, haligi burga cho'pidan ham ingichkalarini 2tadan ekib o'rgandik mana. 2tadan ekib o'rganlarimiz. Xullas kalom sizga aytsam, bu suvdani naqd shaklda beringlar, hech qanday vositalarsiz, o'rtakashlarsiz bersalaring. Xudo xolasa o'rtakash aralashdimi, u xorami chiqqani o'sha ishda. O'rtakash aralashdimi, u tashkilotdan bu tashkilotga o'tdimi pul, u xoromi chiqdi u pulni deganida. O'shaning uchun hech qanday o'rtakashlarsiz beraverish kerak u suvdani. U ham qaytariladigan mablag'. 3 yilda u bo'lib qaytarish kerak uni hali. Mana pillaxona qo'limdan kelgancha shunaqa qilib qo'yganman. Mana hozir voy jonim ey. Qani bismillah. Mana qurtlar. Mana bagda yotishibdi. Hozir bularga 1 soatdan keyin bak solishim kerak. 1 soatda yeb bo'ladi. Manag'i anjirni chiqarib tashlabdi yeb. Mana bag'i yeb bo'lgan yo'q. Sababi harorat past. Tashqarida shamol, yomg'ir, harorat past. Bitta pechka yoqqani hech qanday sharoitim yo'q. 18 metr, eni 6 metr. So'kchak 2 metrdan 18 metr mana. Mana shu yerda qurtni boqa yotibmiz mana. Jonim ey. Xo'p. Endi bu shilta bagda qaytda butaymiz. Mana shu yomg'irda tayda butaymizda. Voy Alloh o'zingga shukr. Xo'p, qani bismillah. Mana. Endi mana bu xonada endi pechka bor. Bu xonadagi qurtlarning kattaligini qarang. Narigi qurtlardan uzun kesil 1 sm katta bular. Narigi xonadagi qurtlardan 1 sm katta mana o'rta barmoqdek bo'yapti mana. To'rimdek o'rta barmoqqa to'rimdek. Mana o'rta barmoqdek bo'yapti bu. Narigi xonadagilar bundan kichkina.
Nimaga? Chunki issiq emas, sharoit yo'q. Sharoit yo'q. O, prezidentim, bu baland parvoz gaplarga ishonmang. Odamlar mazza qilib tutyapti. Pulini olyapti vaqtida. Yordamlarni vaqtida olyapti degan gaplarga ishonib qolmang. O tutlarni ezmay o'tinglar a. Lo'yib ketmasin. Ezmay o'tinglar. Mayli endi. Yaxshiyam ma'lum Motorolni Jahongir aka hokimlik paytida shu inson yordam qildi. Shu insonni yordami bilan olib qolgan ekanmiz. Shu insonga mingdan ming rahmat. Ota-onasiga rahmat. Mana shu Jahongir aka hokimligida olib qolganmiz mana shu Motorolni. Mana qancha foydasi tegyapti. Qancha foydasi tegyapti. 24 ta vazirlikdan ko'p foydasi tegyapti mana shu Motorolni hozir.